Sulton Sulaymonni otasi Sulton Yavuz Salimxon bo'lgan. Ya'ni Yavuz Salimxon ham agar tarixga qiziqadiganlar bo'lsa, bilishadi, Usmoniylar orasida nom qozongan sultonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bir nasroniy xizmatkori bo'ladi. Haligi nasroniy xizmatkori bunga 8 yil sidqi dildan halol xizmat qilishga harakat qiladi. Bir kuni Sulton Yavuz Salimxon aytadiki, haligi nasroniy xizmatkorni chaqirib aytadiki, men sendan shu vaqtgacha hech yomonlik ko'rmadim. Hech bir menga xiyonat qilganingni sezmadim. Lekin shunda bo'lsa ham bitta savolimga javob bergin deydi. Nimagaki meni bu narsa qiynayapti? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislari bor. Aytganlarki, nasroniylardan yoki yahudiylardan xizmatkor tutsanglar ham juda ham hushyor bo'linglar. Chunki ular qayerdadir baribir sizlarga xiyonat qilib ketadi degan hadislari bor. Necha pul desang beraman, mukofot pullaringni beraman, seni kechiraman. Faqat yolg'on emas, to'g'risini aytgin. To'g'risini aytsang agar men seni kechiraman, yolg'oningni ham kechiraman agar. Shuning uchun sendan iltimos qilaman, payg'ambarimiz yolg'onchi bo'lib qolmasliklari uchun menga aytgin dedi. Shunda haligi nasroniy xizmatkor aytadiki, sultonim deydi, so'z berdingiz, so'z bergan ekansiz, mayli men sizga ochig'ini aytaman. Men sizga 8 yil sidqi dildan xizmat qildim, to'g'ri deydi. Lekin bir aybim bor, bir nuqsonim bor. Men har doim shu 8 yil ichida sizni tahoratingiz uchun tayyorlangan suvni ichiga har doim bavul qilib, ana undan keyin sizga keltirardim tahorat olishingiz uchun. Meni kichkinagina qusurim, xatoyim, nuqsonim shu degan ekan. Shunda sulton kulimsirab aytgan ekanki, ko'rdingmi, payg'ambarimiz, afandimiz, payg'ambarimiz hech qachon yolg'on gapirmaydilar. Men shuning uchun ham shubhalanganligim uchun ham sen olib kelayotgan tahorat suvingdan hech qachon tahorat qilmadim. O'zim alohida suv olib keltirib tahorat qildirdim. Ana endi sen bo'shsan, ozodsan deb haligi qulini ozod qilib yuborgan ekan.